Assalomu alaykum. 24-30 noyabr haftaligida bo'lib o'tgan dunyoda va O'zbekistonda biznes va marketing sohasida bo'lib o'tgan yangiliklar, bo'lib o'tgan voqealar haqidagi dayjestimizni bugungi sonini boshlaymiz. Paynet kompaniyasi o'zining yangi bir mahsulotini e'lon qildi. Bu nomi Xolis. Bu yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar uchun ilova. Bunda endilikda o'zini o'zi band qilgan shaxslar yakka tartibdagi tadbirkorlar hisob ochishlari shart emas. U yerda maxsus QR kod bo'ladi. Ushbu QR kod orqali to'lovlarni qabul qilishlari mumkin, chek berishlari mumkin va avtomatik ravishda soliq hisobotlarini ushbu ilova orqali formirovat qilishlari mumkin. Bu juda ham ko'payib borayotgan o'sha o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga, ayniqsa marketing va reklama sohasida juda ham ko'p bunaqa aynan tadbirkorlikning mana shu turi bilan shug'ullanadigan fuqarolar, ular uchun bu juda ham zo'r qulaylik. Mana shu ilovadan foydalangan holatda o'zlarining faoliyatlarini olib borishlari mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkor va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun yana bir juda ham zo'r yangilik e'lon qilindi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab turib, yakka tartibdagi tadbirkorlar, ya'ni aylanmadan soliq to'laydigan yakka tartibdagi tadbirkor va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun soliq atiga 1% ni tashkil qiladi. Biz bilamiz, bugungi kunda bu soliq 4% edi. Endi keyingi yildan ushbu soliq 1% gacha tushdi. Menimcha, agar kimdir hali ham o'zini o'sha ayniqsa mana blogerlik sohasidagilar, reklama sohasidagilar, dizayner, frilanserlar hali ham agar o'sha o'zingizlarni rasmiy legalni poliga o'tmagan bo'lsanglar, hozir aynan vaqti bor yo'g'i 1% soliq, lekin mutlaqo qo'rqmasdan ochiq ishlaysizlar. Naqd pul olasizlarmi, hisobingizga tushirasizlarmi, farqi yo'q. Bemalol ishla olasizlar. O'sha naqd pul olsanglar ham, misol uchun o'sha Paynet chiqargan mahsulotlardan foydalangan holatda shu faktura bera olasizlar. Bu sizlar o'sha aynan yana aytaman, shu reklama marketing sohasidagi mutaxassislarga, yuridik shaxslarga ham xizmat ko'rsata olish imkoniyatini yaratib beradi. Yandex Taksiga yana bir raqobatchi paydo bo'lishi mumkin. Rossiyadagi eng katta marketplace Wildberries kompaniyasi O'zbekistonga ham kirib kelganda xabaringiz bor. Wildberries kompaniyasi endilikda O'zbekistonga ham o'zining taksi mahsuloti bilan kirib kelmoqchi bo'lganligini e'lon qildi. Hozircha bu yopiq holatda o'zining xodimlariga, o'zining o'sha PVZlarini boshqaradigan odamlar uchun mo'ljallangan taksi xizmati deb e'lon qilishdi. Uni test qilgandan keyin ochiq holatga e'lon qilishligi mumkin. O'zi agar Rossiya bozorini kuzatadigan bo'lsak, Yandex va Wildberriesning o'rtasidagi raqobat nafaqat marketplace'da, balki boshqa sohalarda ham borligini ko'rishimiz mumkin va aynan O'zbekistonda ham mana shu raqobat boshqa sohalarda ham ko'rina boshlandi. Ya'ni tabiiyki ikkala kompaniya ham O'zbekistonda marketplace sifatida faoliyatini olib boryapti. Yandex biroz kuchliroq Rossiyadagi tovarlarni O'zbekistonga sotyapti, lekin ikkalasi ham ishlayapti. Undan tashqari, mana endi Wildberries taksi sohasiga ham kirayotganligini e'lon qildi. Lekin eng asosiysi bularning ichida boshqa narsa. Biz o'tgan yili balkim ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, Rossiyada juda ham katta to'polon bo'lgan. Rossiyadagi eng katta tashqi reklama operatori Rus kompaniyasi bilan Wildberriesning birlashuvi bo'lib o'tdi va buning natijasida Wildberries o'sha Rossiyadagi eng katta tashqi reklama operatori sifatida faoliyat ko'rsatishni boshladi. O'zbekistonda ham aynan mana shu sohaga ham ikkala o'yinchining, Yandexning ham Wildberriesning ham qiziqishi borligini bilamiz. Bu hozircha yopiq informatsiya, ya'ni Wildberries aynan o'sha Rus kompaniyasi orqali Yandex ham O'zbekistonda aynan tashqi reklama sohasiga operator sifatida, ya'ni tashqi reklama operatori sifatida kirish harakatlarini ham boshlashgan. Aynan bu sohada ham ushbu ikkita gigant o'zaro O'zbekiston bozorida raqobatlashsa kerak yaqin orada. Umuman o'zi Rossiya kompaniyalarining O'zbekistonga kelayotganligi va turli sohalarda nafaqat mahalliy kompaniyalar bilan, balki o'zaro raqobat qilayotganligini ham ko'rishimiz mumkin. Zo'r TV telekanalida yangi loyiha ish boshlandi. Bu Amerikadagi bir mashhur loyihaning O'zbekistonga adaptatsiyasi, nomi Taqdimot deb nomlanadi. Ya'ni ushbu loyiha orqali startap bor odamlar kelib, real startapga real investitsiya jalb qilishligi mumkin. Ushbu ko'rsatuvni birinchi soni efirga chiqdi. Ushbu ko'rsatuvga aynan investor sifatida 4 ta mashhur shaxs taklif etilgan. Bu Aloqa Ventures kompaniyasining o'sha vakillari Umid aka Ishmuhamedov, Shohida Ibragimova va Jahongir aka Ortiqxo'jayev.
Va ushbu birinchi sonda juda ham bir qiziq voqea yuz berdi. Marketing olamida juda ham mashhur bo'lgan bir inson, mening do'stim Farhod Norboyev, Locals Creative agentligining rahbari o'zining Data Bazaar startapini ushbu loyihada taqdim etdi. Ushbu startap ustida anchadan beri ish olib boryapti. Ushbu startap asosiy mahsuloti shundan iboratki, ya'ni onlayn ravishda sun'iy intellektdan foydalangan holatda turli xildagi tadqiqot isledovaniyalarni, ma'lumotlarni sotib olish imkoniyatini beradi. Ya'ni hozirgi kunda biron bir kompaniya isledovaniya o'tkazish uchun kamida 1 oy, 1,5 oy vaqt ishlatsa, o'tda shu narsani bir kunda qilish mumkin bo'ladi. Ushbu startapini taqdim etdi va ushbu startap biroz o'zgargan holatda, ya'ni nafaqat bu startapga, balki butun Farhod Norboyevning komandasining 51%ga O'zbekistonning eng mashhur tadbirkorlaridan biri Jahongir Ortiqxo'jayev $1 million taklif qildilar. Aniqrog'i $1 million emas, o'sha Farhod o'zining startapini 10% ga 200 ming so'ragandi. Jahongir aka 51%ni mana shu baholanishda olaman dedilar. Va Farhod bunga rozi bo'lmadi. Menimcha bu 100% to'g'ri qilingan tanlov bo'ldi. Men o'ylaymanki, Farhod yaqin orada bundan ancha katta pullarni o'zining startapiga jalb qila oladi va tabiiyki hech qaysi bir startap boshlang'ich etapda o'zining 51% ni berib yuborishi noto'g'ri. Jahongir akaning harakatlari ham bu yerda menimcha ularning taraflaridan qaraganda to'g'ri bo'ldi. Ular o'zlarini jamoalariga bir kuchli jamoani qo'shib olish niyatida bo'ldilar. Ya'ni ikkala taraf ham o'zi uchun to'g'ri qarorni qabul qilishdi deb o'ylayman, lekin biz tashqaridan bir ajoyib bo'lgan voqeani kuzatdik. Investitsiyalar mavzusini davom ettiradigan bo'lsak, O'zbekistondagi birinchi единорог, o'sha 2024-yilda $1 milliard ortiqqa baholangan Uzum kompaniyasi yana qo'shimcha 300 milliard so'm, taxminan o'sha $25 million atrofidagi investitsiyani Amerikaning VR Capital kompaniyasi tomonidan jalb qildi. Bu yerda aynan o'sha o'zining fintech bank mahsulotlarini yanada rivojlantirish uchun ushbu investitsiya jalb qilindi, lekin ushbu investitsiyaning jalb qilinganining bitta ahamiyatli tarafi nimada bo'ldiki, investitsiya dollarda emas, so'mda jalb qilindi. Ya'ni o'sha VR Capital kompaniyasi o'zining dollarlarini o'sha markaziy bankka sotib, so'm sotib olib, o'zimga so'mda investitsiya qilindi. Bu o'sha O'zbekistonning milliy valyutasiga paydo bo'layotgan, ayta qolaylik, ishonchni bir dalolati. O'tgan haftada emas, undan biroz oldin yana bir o'zgarish bo'ldi. O'zi har hafta O'zbekistonda biron bir supermarketlar yoki biron bir o'sha oziq-ovqat do'konlarining yopilganini aytamiz, lekin bugun biroz o'zgacha yangilik. O'zbekistonda smart do'konlari ham yopildi deb hisoblasak bo'ladi. Lekin bu biroz boshqacha formatda. Agar kimdir bilmasa, O'zbekistonda Toshkent shahridagi smart do'konlari bu Korzinka supermarketining uy oldi formatidagi do'konlari edi. Va buni yana bitta tarafi nimadan iborat ediki, misol uchun o'sha Darxondagi smart do'koni va Ichki ishlar vazirligining orqasidagi smart do'konlari bu Korzinkaning eng birinchi ochilgan do'konlari, tarixiy do'konlar edi, tarixiy marketlar edi va ular yaqin-yaqingacha smart nomi bilan ish yuritib kelayotgandi, lekin biz bilamiz, Korzinka aynan kichkina formatda Korzinka mahalla formatini ochdi va bu tabiiy holat bo'ldi. Endi smart nomi to'laligicha tarixga aylandi va barcha smart do'konlari ham Korzinka mahalla deb qayta ochilishdi va bundan buyog'iga endi o'sha o'zi 4 tamida mana shunaqa edi smart do'konlari, ular bo'lmaydi. Ularning o'rniga ham Korzinka mahalla formati bo'ladi. O'tgan haftada biznes va marketing sohasida bo'lib o'tgan asosiy yangiliklar shulardan iborat. Kelasi hafta uchrashgungacha xayr, rahmat.